Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. U Maxga matviy holatda bron plyonka qo'lga berganimiz ko'rildi. Juda ham ideal holatda chiqadi. Kameralarning taglarigacha plyonka borligi umuman bilinmaydi. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha birovga murojaat qilyapsiz. Yana bir Maximiz tayyor bo'ldi. Bunga ham xuddi glyansiy holatda bron plyonka qilib berganimiz ko'rildi. Har texnik teshiklarga o'z o'rnida ochiladi. Sensor probkalarni ochib qo'ymaymiz, sababi sensor bo'lganligi uchun ham qirilib chizilib ketadi. Shuni ham zashta qilib turadi. Yo'llari hamma joyi bo'lgan. Xudo sifatli xizmatlar bo'yicha birovga murojaat qilyapsiz. Yangi Okalarimiz $2000 xatoni oldini olishdi. Sababi telefonni yangi mana oldinda ochishdi. Siraz bron plyonkalarni qoplab berganmiz. Sariq rangi ko'pchilik internetda o'chadi deyishdi. O'shaning uchun ham hamma joylariga to'liq bron plyonka qoplab berganmiz. Ekranlariga ham plyonka borligi umuman bilinmaydi. Ko'ringlar, hali aktivatsiya ham qilishmadi. Yo'llarigacha hamma joyi to'liq qoplangan kameralarning tagi. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha birovga murojaat qilyapsizlar. Yangi Max internetda ko'pchilik o'chadi desa ish olmagandi. Mana o'zim ko'zim bilan guvoh bo'lib turibman. Kuchli holatga kelib qolgan. Sizlarda ham shunaqa rangi bo'lsa, tezda bron plyonka qildirib olishni tavsiya beraman. Sababi ustidagi rangi juda ham o'char ekan. Amal bersani kamera bilan korpusi kuchli holatga kelib qolgan. Hamma joyi o'chib ketgan, faqat knopkalari qolgan xolos. Shu telefonimiz egalari taksidan chiqarib yuborganlar. Hozir to'liq holatda bron plyonka qoplab, yana taksidan qaytarib berib yuboramiz. Shunaqa ishlari tig'iz mijozlarimiz taksidan chiqarib yuborsani qoplab, yana qaytarib jo'natib yuboramiz. Bunaqa go'zallikni chexor bilan bekitib qo'yish juda ham uvol bo'ladi. O'shaning uchun ham biz Max silver rangiga glyansiy bron plyonka qoplab berganmiz. To'g'lab turishiga bitta ahamiyat berasizlar. Yo'llarigacha to'liq qoplanadi. Har bir texnik teshiklari o'z o'rnida juda ham ideal holatga keladi. Kameralarni taglarigacha ham qoplab berganmiz. Ko'ringlar. Juda ham ideal holatda. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha birovga murojaat qilyapsizlar. Manzilimiz Texnopark 777-do'kon. Navbatdagi ideal ishimiz tayyor bo'ldi. iPhone 7 Max to'liq holatda matviy bron plyonka bilan qoplab berganmiz. Ko'ringlar, har bir texnik ishlari ideal holatda o'z o'rnida keladi. Mana bu sensor knopkasini ochmaymiz, sababi buni ham zashta qilib turadi. Orqalariga, kameralarning taglariga to'liqligicha matviy plyonka qoplangan. Har bir texnik teshiklari o'z o'rnida ideal holatda keladi. Ekranlariga ham esa matviy tonirovanniy plyonka qilingan, yonda umuman ko'rsatmaydi. Plyonkani o'zini osilmaligini qiladi, chizilgan holatlarda qolib ketmaydi. Sifatli xizmati bo'yicha birovga murojaat qilyapsizlar.